Merhaba tatlıcı aziz. Moşun bozori Xujan. Drama efir. Yumruz rozi yakshanbe. Moşun bozori Xujan. Hamma namodi moşunu ayt bozor. Ketma olasan dedim ketma. Toyota Avensis son aziz. Assalomu alaykum подписчикlar aziz. Mana moshun bozori Xujan ki ba drama efir ma'qul bo'lsa kerak. Yaktaga like va monton son aziz. Hozir narxi nima bo'lsa pul bepursin. Mana sekas juton hamma kasa yaktakda like monton. Like va zer kun to like. Hozir narxi nima bo'lsa bepursin do'stlar aziz. Toyota Avensis. Так. Avto. Chapulbiz. Nexia 5000 so'm Toyota Avensis 2006 ni son aziz. Motor achcha? Yako 8 gazi benzin bilan so'rang. Nomero telefon shu 92 94 26 27 mana. Toyota Avensis zarqa o'xshatagan marhamat son aziz. 61. Kia Carnival baqiram savdo shurasini mijandozlar. Odamlar ki media rayton sразу like zer kunton like. Kia Carnival 2015. Motor 2.2 dizel bilan. Narxi ham bo'ldi. Yaksidi 50000 so'm mana. Haf odamlar so'rayiz. Yozda odammi? Shashta hafta 8'ta. 8'ta-ku? Ha, nega Rossiya bir haftaga 15 ta ham jermakna. 8ta. 8 odamlar so'rayiz. Yaksidi 50000 so'm. Odamlar Kia Carnival kursiga buton imine barabar shimo. Mikro avtobus chedi so'rayiz. Salonlashdan behtar endi so'rayiz. Полный full. Автомат коробка mana. Расходаш садаш ба 8 литр даст. 4 та баллони нав дорад. Одаме ки Россия одам мекашонад, ҳамин одам одатон азиз. Рақамҳои соҳибаш 92 99
290 so'raysiz. Duyum nomeri shu yozda 08 00 880 so'raysiz. Mana. Probegаш 137 budasiz. Kiye karnava. 150 budasiz. Sarpanjata. 150 hazır. Quruq mu? Ne savdo meshart bo'lsa. Sarpanjata savdo. Ha, Malarga mı? Dinamoda Az değil mi? Sarpanjata mı? Savdo mu? tak. Bu chiqim mashina. Temiz Bu keldi. kanalda odam kam-ku. Yine askeri kuntum 6 ta odam shu. Beni like koyam unutma. 5 ta odam. Videoga поделиться kuntum. Lexus RX sesli 50. Hozir narxi mepursin. Narxi qancha bo'ladi? Yaxshidi 15000 so'mda savdo meshadi. So'rash 2008. Numero telefonishon yozda 770 48 48. Ki bir daha konuşacağız zang deyip bana. Yaxshidi 15000 so'm, Lexus sesli 50. Birinci yakta elektromobil ambromda bozor. Sayı soybaş qo'laqda. Naqsha qilsin.